Bu o'zbek qizining qilgan ishini ko'ring. Siz lol qolasiz. U qazoq yigitini yengdi. Barcha uni ko'rib, chiroyli, nozik qiz, buni yengish oson bo'ladi deb o'yladi. Ammo u xatoga yo'l qo'ydi. Konferensiyada ular face to face bo'lishdi. Havoda shiddat, kurash oldidan hayajon bor edi. Lekin bu to'qnashuv boks emas, arm wrestling musobaqasi edi. O'zbek qizi raqibining qo'lini ushladi. Pozitsiyani to'g'ri yoydi va butun dunyoga ko'rsatdi. O'zbek qizlari nimalarga qodir. Qazoq yigiti oson g'alaba deb o'ylagan edi. Ammo jang boshlanishi bilan yoq uning kuchi yetmadi. Qiz bosimni kuchaytirdi va oxirida uni bosib qo'ydi. Zal qichqiriqlarga to'ldi. Hamma hayajonda, hamma hayratda.